Aman bir kun avarchilik qilib keladigan 10 kamchilik. Birinchi, ziyoda qizg'in bo'lib, boshqalarning yomon g'arizidan paxas bo'lmaslik. Tishining iqini chiqarib qo'ysa, ishini to'kib etish. Ikkinchi, ziyoda oq ko'ngil bo'lib, boshqalarni rad qilishga jur'at qilmaslik. Qo'pol aytganda bu bir yumshoq boshliq. Uchinchi, og'zini boshqarmaslik. Gap eg'izdan chiqishdan burun odam gapni boshqardi. Eg'izdan chiqib bo'lgandan keyin gap odamni boshqardi. Shunga avarchilikqa oz uchraydigan odam og'zini boshqarishni o'rganib bilish kerak. To'rtinchi, ochiqni bosolmaslik. Ochiq odamning aqlini kesadi, ham shundaqla ochiqlanish sababli nurg'un ko'ngilsizliklar, beoramchiliklar kelib chiqishi mumkin. Beshinchi, ish yo'shirolmaslik. Ba'zida yepiq qozon yepiq pit qog'ini yaxshi. Nima ish bo'lgan bo'lsa, nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, nima bo'lgan bo'lsa, uni cho'qim boshqalarga bildirish shart emas. Qancha bak bildirgancha chavamizni chitqi yeyib, boshqalarga quyruqimizni tutqizib qo'yadigan gap. 6. Yolg'on yovadaq so'zlarni ayriyamaslik. Boshqalar azroq maqtab, shirin shakar gaplarni qilib qo'ysa, rost shunda o'xshaydi deb ishonish ahmoqlik. Odamda tamkinlik bo'lishi va birovning yolg'on yovadaq gaplarini ayriyoligidek did bo'lish kerak. 7. Chin ko'nglini osonlik ifodalab etish. Hamma odam ishonchlik bo'lishni atayin. Birovning ma'lum vaqtdagi gap so'zlari, ish harakatlariga qarabla hayajonlanib, ko'ngildagining hammani davitish, sirni to'kish, yengil desak ahmoqlik, qo'polroq desak nadonlik, yanami qo'pol desak do'tlik. 8. Kang qo'rsoq bo'lolmaslik. Boshqalardan kichikkina ivan, nuqson, savilliklar o'tib bo'lguncha kirishib olish, ayblash odamning huzurini kam qiladi. Ba'zi narsalarni ayblash bilan emas, kang qo'rsoqlik bilan hal qilganda texim yuqori unumga erishgan bo'ladi. 9. Yo'lsizlik. Davomli bizning ham to'g'ri bo'lishi yoki hamma odamning yo'lsizliklarimizni qabul qilishini atayin. 10. Uvalchilik chidamaslik. Ba'zida mayli xizmat yoki turmushda yoki savdo aloqada bo'lsin, kichikkina uvalchilik sababidan vijdonimiz o'rtinib, hissiyotimiz sangayan bo'lib, chaponni selib qo'rqimiz keladi. Ammo amaliyotning bizdan kutadiğini tamkinlik, o'zimizni tutib olish, qon qiziqlik qilmaslik. Uvalchilik his qilganda tishni tishlab o'tkazib etishni, foyda ziyonni tangsashni bilib olish zarur. Do'stlar, men so'z qobiliyatini o'stirish darsi o'taman. Bu jihatda ehtiyojlilar ma'lum qo'shib olsanglar bo'ladi. Bu mazmun so'z qobiliyatini o'stirish mashq qilmoqchi bo'lgan do'stlar uchun tayyorlandi. Foydalangaysizlar.